Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz a'zolari, kuzatib boruvchilar. Oddiy garenkamizni yoqib sinab ko'rsatib beryapmiz. Bu 220 motor двойной reduktorli garenkamiz. Ko'rishdan mumkin. Hozir bu ancha balandgacha issig'i chiqyapti. Yorug'ligimiz hisobiga ko'rinmayapti unchalik. Judayam zo'r o'ynayapti bu. Ancha balandgacha chiqyapti hozir. Yorug'ligimiz hisobiga ko'rinmayapti. Motorlarimiz 220 motor bo'ladi, 0.25 двойной reduktorli. Bizni nimamizda hamma narsasi hisobga olingan. Kapitolga borib o'rnatish uchun teshiklar, hamma narsasi bu yoqda chiska qiladigan joyi, hamma narsasi hisobga olingan. Listlari 6 mm qalin listdan bo'ladi. 6 uchlik to'rlik. Asosan to'rlik, 6lik. Yonadigan joyi bu yoqda flansi 6 mm bo'ladi. O't yonib turgan joyi 1 cm temirdan bo'ladi. Bunda uncha shilak hosil bo'lganini ham chiqarib yuboradi. Hozir bu yaqin yo'qligimiz hisobiga to'planib qoldi. Yonishlari zo'r inshaalloh. Kimga shunaqa sifatli garenkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Hop. Bu ko'mir ozligimiz hisobiga bu yoqqa tutuni o'tyapti. Agar ko'mir to'la bo'lsa, bu yoqqa tutun chiqmaydi. Bu yoqda ham flanslariga beshik qo'yib ketilgan. Flansini qo'shib beramiz. Bunkerini o'zlaring borgandan keyin yasab olaverasizlar. Bunga flans qo'shib beramiz. Ko'rishning mumkin, hamma narsasi lazerda chiqqan. Lazerda kesilgan. Bugun olsangiz, yana 1 yildan keyin olinsa, xuddi shu narsa chiqadi. Katyolchi akalarimiz aloqaga chiqarasizlar. Postoyanniga bir xilda qilib chiqarib beramiz. Tanishlarim inshaalloh bu. Kimga shunaqa sifatli garenkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz.